Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Ayubxon Uz va bugun Garri Potter o'yinini o'ynaymiz. Ya'ni Garri Potter Hogwarts sirlari degan o'yinni o'ynaymiz va mazza qilamiz. Xullas, mana ko'rib turganingizdek bu o'yin boshlanmoqda. Mana boshlandi. Demak, o'zimizga avatar yaratishimiz kerak ekan. Avatarga demak, shu anchadan beri birodar video chiqmadi. Demak, bu Raman ekan, bu esa men ekanman, oq sochli. Demak, bular gaplashyapti. Menimcha bu gaplari muhim bo'lmasa kerak. Oho, qanaqadir kutubxonaga kelib qoldik biz. Aha, kitoblarni menimcha o'qidik. Biz kitoblar joyiga qo'yapmiz, adashmasam. Yana bilmadim. Demak, meni ism tanlash kerak ekan o'zimga. Demak, meni ismim Ayubxon bo'ladi. Hammasi chunki men Ayubxon. Men Hogwartsga kelmoqchiman. Maktab menimcha o'quvchisi bo'lsa kerak. Demak, yana bitta joyga kirishim kerak. Juda zagruzkalari qiyin ekan. O'zi ham Ollivandres degan joyga kirdim. Bu menimcha ustoz bo'lsa kerak. Ya'ni Ollivandres ekan bu. Demak, bu menga tayoq beryapti. Ya'ni sehrgarlikda o'rganishim kerakmi? U menga yana tayoq bermoqchi. Men sehrgarlikda o'rganyapman. Raman menda gap bor ekan. U qanaqadir shlyapa kiyyapti boshiga. G'alati. Tezroq men maktabga kirishim kerak. Bu bo'lsa menga o'rgatmayapti qanday maktabga kirishdi. Menimcha uni jahli chiqdi. Endi xursand bo'lyapti. Demak, men bu maktab
kelyapman. Hogwarts maktabiga men o'qish uchun kelyapman. Oho, va nihoyat haligi stollar, juda ko'p stollar, hamma ovqatlanadigan joy. Hogwarts maktabi mana o'qishga qabul qilishyapti bu yerda. Esimdami, gapiradigan qalpoq va ustoz. Ya'ni har bittasi qalpoq kim tanlayoladi. Buni kinosi juda qo'rqinchli joylar ko'p, judayam zo'r buni kinosi. Qalpoq kim tanlaydi? Ko'k, yashil. Endi men o'tiryapman. U juda qiziq. Senga uzoq qarab turib olyapti. Albatta ko'k. Har bitta klanlarni ajratib beradi, ya'ni to'rga ajratadi bularni hammasini. Demak, men ko'kdan bo'ldim, ko'k jamoada. Dumbledore gapiryapti, hammaga salom deyapti, xush kelibsiz deyapti. Juda zo'r ishlashibdi bu o'yinni o'zi ham. Grafikalari juda yaxshi ekan. Va kinosida adashmasam eng yovuzi bu bo'ladi. Ustozi. Xuddi yaxshi ko'rsatadi o'zini hammaga. Demak, ketdik. Men ko'klardan bo'ldim va demak bu zal. Oho, sehrgarlikni o'rgatadigan xonaga kelib qoldim. Qani bu Ummu? Bu Ravan-ku, do'stim. Oho, qanaqadir g'aroyib bola o'tiribdi bu yerda, kitob o'qib, ba'zilari sehrgarlikni o'rganishyapti. Baqani uchiryaptimi? Qanaqadir bola Ravanga jahl qilyapti. Bu gaplarni o'qimay qo'yaman, baribir bu bizga muhim emas. Demak, bu xonada qanday ishlar? Demak, bu yerdan chiqishim kerak ekan. Qanaqa joylarga bora olaman? Ketdi bu yerga bino. Oho, mana
meni personajimning akasi bor ekan, u akasini qidirib maktabga keldim deyapti. Do'stlar, mana men o'tiribman yozib. Men bu kitoblarni o'rgatyapman, ya'ni sehrgarlikni o'rgatyapti. Lekin nimadir qildi. Aha, bu ko'klarni bosib turish kerak ekan. Har xil topshiriq bajarish uchun mana suv haqida demak, bu bizga savollar berar ekan, biz to'g'ri javob berishimiz kerak ekan. Mayli, men bilmay qolibman. Aha, personajimiz har xil narsalar o'rganyapti, ya'ni men voy, yana topshiriq bajarolmadim. E'tibor jamlash kerak edi. To'g'ri vaqtda bosolmadim va noto'g'ri javob berib qo'ydim. Savoliga Lumos. Bu sehrgarlikka Lumos desa, demak fonar yondirar ekan. Tayoqchasida, men sehrli tayoqchamda. Yaxshi. Demak, mana Lumos degan sehrni egalladik. Bunga mana 5 ta kristal berdi. Yana boshqacha ashuncha sehrlar bor ekan. Oho. Bu birinchi yilda mana shunaqa 9 ta sehrni o'rganishimiz kerak ekan. Juda yaxshi. Biz o'rganamiz sekin-sekin. Ravanni ko'rib qoldi. U Merula degan qiz bilan urushyapti ekan. Gaplashyapti. Haligi Professor Snap. Bu juda yovuz professor bo'ladi. Orqasida yana bitta kallasi bor. Yana bitta beti bor. Lekin u yovuzligini hech kimga bildirmaydi. Ya'ni Garri Potter emas, Aybxon Potter. Bu xonani ko'rsa bo'larkan, bunday qilib. Demak, bu yerdan chiqishimiz kerak. Bu yerda kimmi? Qanaqadir gunoh o'xshagan. Zinapoyadan chiqamiz. Bu yerga boramiz. Bor bo'lmaykan. Unda bu yerga kiramiz. Ketdi. Bu gap bor ekan.
Gaplarni o'qimay qo'yaman. Endi yana buni gap bor ekan. Yana boshqa sehrlarni ham o'rganamiz bundan. Dars boshlandi deyapti. Ha, bu qanaqadir damlamalar bo'yicha dars o'takan. Biz shu ko'k demak, bu ikkigani bosamiz. Yaxshi. Voy buna bo'ldik. Qani yana nimani o'rgatayapti bizga? Aha, demak bizni personajimiz har xil narsalar o'rganyapti va ularni bo'ldik. Degan yangi narsalar ochiladi. Demak, mana level up va darajani olamiz. Ha, demak sehrni qo'llash kerak. Bizi personajimiz yana qanaqadir sehrni o'rganib oldi. Yaxshi. Bo'ldi, bu topshiriqlarni o'tdik, gulladik va level up qildik. Bu qozon yorilib ketdi nimagadir. Bu bo'lsa meni so'kyapti. Mana chapter 2ni yakunladik, ya'ni endi chapter 3ga qarab yo'l olamiz. Ben ekan bu. Ben bilan tanishyapmiz. Demak, yangi kiyimlar olmoqchi bo'lar ekan, qani. Men soch turmagi mana qilib olishini xohlardim. Ha, mana bu menga yarashadi. Endi qoshim qalin emas, sal bo'lsin. Betim xuddi menikiga o'xshagan bo'lishi kerak. Va bu hammasi bir xil. Ko'zim yo'q, ko'zim shunaqa turaversin.
Betlarimni ham o'zgartirsa bo'lar ekan. Ha, burunlarimi? Manaqasi yaxshimi? Yoki bunaqasi? Bu tekisroq ekan. Aha, personajim chiroyli qilib oldim. Sal o'zimga o'xshadi, lekin sochlari nima ko'rib chiq deyapti. Oho. Men uchyapman. Qani men personajim? Oho, yaxshi. Xuddi bir nima edi? Rasadxonaga kelib qolgandek bo'lyapman. Damlamalar qilib o'tiribdi bu. Aha. Bu yerda ustoz. Ustoz kimdir bilan gaplashyapti ham. O'zi tushib bo'ladimi-ki? Yo'q. Ravanmi? Ravan kitob o'qib o'tiribdi. Bu ham qaysidir bola kitob o'qiyapti. Bo'ldi. Hammasini ko'rib chiqdim. Endi bu yerdan chiqamizda. Pochta. Xat kelibdi, menga mana qo'yib yuborishdi. Rahmat. Endi bu yerda unda o'tiribdi. Ha, mana damlamalarni ham o'rganib oldim. Ozgina. Yana kiyintirsa bo'lar ekan. Demak, sochimni rangini rostdan ham qora qilish kerak. Ha, mana endi sal o'zimga o'xshadi. Bo'ldi. Demak, ketdik. Topshiriq bor ekan. Bu yerga kirdik va buni gap bor ekan menda. Chester degan bola menga nimadir gapirdi. Mana har bir klanda o'zini darajalari bo'ladi. Birinchi o'rinda qizillar ketyapti ekan 13 ball bilan. Biz ham ballarimizni oshirishimiz kerak. Bunaqa burunmi? Yo'q. Bo'ldi, endi buni yana men gapim bor ekan. Buni ham I'm sorry deb qo'yamiz. Chester menga kinodagi qaysidir qahramonni eslatib yuboryapti. Agar esimdan chiqib qolgan bo'lsa, nima deyapti? Ha, Merulani saqlab qolishga yordam berasanmi deyapti. Men bilan borasanmi deyapti. Bo'pti, yes deymiz. Go. Yana buni gap bor ekan Ravanda. Oho. Qanaqadir sirli xonaga kirib qolishdi. Va Lumos sehridan foydalanyapmiz va Lumos fanar yondi. Ha, menimcha esladim. Ular qanaqadir sirli xonani topib oladi va yer tagida sarguzashtlar qilishadi. Deyapti. Yordam bermaysanmi? Ravan menga yordam bermayapti.
Ha, demak men hozir chiqib ketishim kerak. Bu chirma o'qlardan. Bular meni qo'limda. Yana Lumos sehri. Lumos sehri ular kuydirib yuboryapti va buni bosish kerak. Bu. Okey. Ha, energiyani hozir pulga sotib oldik. Hamma manaqa olmoslarimiz ketib qoldi. Lumos sehri. Lumos yanami undan battar bo'ldi. Yana bitta Lumos sehridan foydalanamiz. Bu tavsiyada ham bazardan chirmoqlardan bir bola qilib nimadir deyapti. Ha, bo'lmaydi. Hali katta meshqorim-ku. U bizga nimalardir deyapti. Yaxshiyam bu kelib qoldi. Bo'lmasam yomon bo'lardi. Ana chirmoqlar meni haliyam qo'ya olmay qo'ydi. Rahmat deb qo'yish kerak lekin yaxshi demak yana reportga yo'l olamiz. Ya'ni suhbat. Yaxshi, ketdik. Chester bilan. Ha do'stlar, shu bilan birinchi qism o'z nihoyasiga yetadi. Sizlar ikkinchi qismni ko'rishni xohlasanglar, like bosinglar va obuna bo'linglar. Xo'p, xayr, bugun men sizlar bilan iPhone 10 bo'ldi.